Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, marartu biqawmin lahum azfaru min nuhas dedilar. Ya'ni men Me'rojda ketayotganimda bir odamlarni ko'rdim, ularning tirnoqlari misdan bo'lgan. Yahmishuna wujuhahum va sudurahum, ular o'sha misdan bo'lgan tirnog'i bilan yuzlarini, ko'kslarini tirnar edilar. Dahshat. Shunaqa odamlar turibdi. Tasavvur qiling, tirnoqlari o'sib ketgan misdan bo'lgan tirnoq yuzini, butun tanasini qonatib turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni ko'rib, "Man haula" dedilar. "Kim bular?" deydilar. "Haula'i allazina ya'kuluna luhuman nasi va yaqauna fi a'radihim" dedilar. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalomga javob berib aytdilarki, bular g'iybat qilib odamlarning go'shtini yeydiganlar, ularning sha'nlarini to'kadiganlar dedilar. G'iybat qilsa mana shu holat. Buni Payg'ambarimiz alayhissalom Me'rojga chiqqanda ko'rib bizga aytib beryaptilar. Biz shuni eshitib turib ham agar yana g'iybat qilayotgan bo'lsak, demak ko'p istig'for aytishimiz kerak aslan.